Assalomu alaykum barchaga. Avtotest nazariy imtihoni birinchi biletni bugun ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Nazariy imtihon uchun onlayn intensiv tayyorgarlik. Biz bilan avtotest imtihonida 7 kunda onlayn tayyorlaning va 20 tadan 20 ta ishlang. Xo'p, birinchi savol. Qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oralig'ida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Endi rasmni yaqinlashtirib bir ko'ramiz. Bu rasmda demak ikkita belgi bor. Belgilarga e'tibor beramiz. Hozir belgilar haqida batafsil gaplashamiz. Birinchi belgimiz demak 327 to'xtash taqiqlangan. 718 belgimiz esa nogironlar mustasno. Ikkalasini birga o'qiymiz. Demak to'xtash taqiqlangan, faqat bundan nogironlar mustasno, nogironlar kirmaydi deganini bildiradi. Demak, bu yerda sariq avtomobil to'xtab turishga ruxsat etiladi, qizil esa ketishi kerak. Mana videoda ko'rib turibmizki, qizil avtomobil ketdi. Ikkinchi savol demak, qaysi yo'naltirgichlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Rasmni bir yaqinlashtirib ko'ramiz endi. Bu yerdagi belgiga diqqat qilishimiz kerak. Belgini vazifasi nima? Belgi nima o'zi? Shu haqida gaplashamiz. Bu belgi 411, ya'ni harakatlanish to'g'riga deganini bildiradi. Bu belgi qo'yilgan joylarda demak biz to'g'riga va o'ng tarafdagi yondosh hududga qayrilishimiz mumkin. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz A va G yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi. Keyingi savolimiz demak, tibbiyot qutichasi va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi, deyapti. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, barcha yuqorida ko'rsatilgan toifalarga taqiqlanadi deyiladi. Keyingi savolimiz demak, chorrahada birinchi bo'lib kim o'tadi? Bu chorrahaga e'tibor beramiz endi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishmasi turibdi. Hech qanaqa svetofor ham, tartibga soluvchi ham yo'q. Demak, bu yerda kimni o'ng qo'li bo'sh bo'lsa, o'sha birinchi yuradi. Demak, bu yerda yashil avtomobil chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Demak, bu videoda mana qaysi avtomobil qachon o'tishi tasvirlangan, bir ko'rib yodlab olasizlar. Keyingi savolda demak, harakatlanish taqiqlangan. Bu rasmda tartibga soluvchini quyidagi ishorasida qaysi avtomobillarga ruxsat etiladi va qaysi avtomobillarga to'xtab turish kerak, shular haqida batafsil ma'lumot berilgan. Endi esa mana bu videoda qaysi avtomobillar harakat qiladi va qaysilari to'xtab turadi, shu haqida ko'rishlaringiz mumkin. Demak, harakatlanish ko'k, yashil va oq avtomobillarga taqiqlangan ekan. Keyingi savolimizda qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi, deyapti. Qonunga asosan svetoforning taqiqlovchi qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning ko'rsatkichi yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishga majbur. Endi esa shu harakatni videoda ko'ramiz. Demak, birinchi bo'lib o'tadigani avtobus va yengil avtomobil haydovchisi ekan. Keyingi savol shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi, debdi. Qachon taqiqlanadi? Mana bu rasmga e'tibor bersangiz, uzuq-uzuq chiziq bilan ajratilsa to'xtashga ruxsat etilmaydi. Uzuq-uzuq chiziq emas, to'g'ri chiziq bilan chizilgan bo'lsa, unda ruxsat etiladi. Bu yerda demak uzuq-uzuq chiziq bo'lmaganligi uchun ruxsat etiladi degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi savolimiz demak, haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarishi kerak, debdi. Mana bu yerda yozilgan o'sha amallar. Qonunda aytilganki, haydovchi harakatlanishni boshlash, manyovr qilish, qayta tizilish, burilish, qayrilib olish, quvib o'tish va aylanib o'tish va to'xtashdan oldin bajarilayotgan manyovr boshqa yo'l harakati qatnashchilari harakatlanishiga xavf tug'dirmasligi kerak degan javob yozilgan. Shuni endi javoblardan qidiramiz. Bu F2 da turibdi. Ya'ni harakatlanish boshlanishi xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Keyingi savol endi umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qanday tashish kerak, debdi. Mana rasmda ko'rinib turibdiki, qattiq taxtada orqasi bilan yotgan holda tashishimiz kerak. Ya'ni F1 javob bizada to'g'ri bo'ladi. So'nggi savolimizda bunday taniqlik belgisi bilan belgilanadigan transport vositasi nima ekan? Hozir gaplashamiz shu haqida.
Uzun o'lchamli transport vositasi, ya'ni yukli va yuksiz uzunligi 20 metrdan oshadigan transport vositasining 2 yoki undan ko'proq tirkamali avtopoyezdlarning orqasida kengligi 40 millimetr bo'lgan qizil hoshiyali, o'lchami 1200 ga 200 millimetr bo'lgan sariq rangli nur qaytaruvchi bir belgi hisoblanadi. Mana ko'rib turibmizki, yuk avtomobillari, har xil furalarni orqasida shu belgi yopishtirilgan bo'ladi va nurni qaytaradi. 20 metrdan uzunroq transport vositalarini orqasida yopishtirilgan bo'ladi. Yorug'lik nuri tushgan paytda uni qaytarish vazifasini ham bajaradi. Nazariy imtihonlarga 7 kun ichida guruh bilan tayyorlansangiz 1,2 million so'm, individual onlayn intensiv kurslarga tayyorlansangiz unda 1,5 million so'm bo'ladi. Bir hafta ichida o'zingizni natijangizni tayin qilib, imtihondan 20 tadan 20 ta ishlashingiz mumkin avtotestdan. Faqatgina nazariy imtihonga onlayn tarzda kafolatlangan kurslarimizda tayyorlanib, qisqa muddatda natijaga erishishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga, ya'ni 94 kod bilan 545 25 82 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.